Şehri Ramazan elveda Hak'tan Ro'za tutishni ko'pinchamiz ertaganda zuhurlik qilib, kechki iftor qilib, kunduzi bir narsa yemaslik va ichmaslik deb tushunamiz. Shundaqmi? Amaliyotda bu ro'za tutishning tashqi ko'rinishi xolos, asli mohiyati emas. Alloh taolo buyurgan har bir ishda birdan hikmat bor. Unda bo'lsa, ertagandan tortib kechgacha bir narsa yemay, qo'zoqni och qo'yishda qanday hikmat bor? Qurusoqni och qo'yish orqali yo'qsiz va kambag'allarni eslashmi deb baqayli. Undaqda bu ro'za tutish kunda degudek ochiladigan kambag'al, yo'qsizlarga farz qilingan-ku. Ro'za tutishning asli mohiyati hasad, o'ch adovat va yomon gumonga o'xshash turli qalb kasalliklaridan qalbimizni tutish, og'zimizni g'ayvatdan va yolg'ondan, ko'zimizni haromdan va boshqa a'zolarimizni Alloh cheklagan gunohlardan yiroq tutish demakdir. Ro'za tutishdan bo'lgan hikmat taqvoligimizni oshirish, ruhimizni poklash, axloqimizni yuksaltirish demakdir. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda taqvo bo'lishinglar uchun ilgirki ummatlarga, ya'ni ilgir o'tgan kishilarga ro'za farz qilinganga o'xshash, sizlarga ro'za farz qilindi degan. Payg'ambar alayhisalom ro'zaning asli mohiyatini tushuntirib, kimiki yomon so'zlarni tashlamasa, Alloh uning yemak-ichmaklarni tashlashiga hojati yo'q deydi. Ertaganda zo'rlik qilib, kechki iftor qilib, kunduzi bir kun qo'zoqni och qo'yib, og'zimizni g'ayvatdan va yolg'on so'zdan, ko'zimizni haromdan va boshqa a'zolarimizni Alloh cheklagan gunohlardan yiroq tutmoqlar haqida payg'ambar alayhisalom nurg'un ro'za tutuvchilar va ularning erishidigini faqat ochlik va ussizlik deydi. Ya'ni ular Allohdan hech qanday savobga erishamaydi deydi. Ramazon bizga axloq o'rgatadi. Payg'ambar alayhisalom ro'za qalqondir. Ramazon kuni sizlarning biringlar yomon so'zlarni qilmasin. Agar boshqalar uningga haqorat qilsa yoki jidallashsa, men ro'zador desin deydi. Alloh cheklagan ishlardan yiroq turish har vaqt buyurilgan ish. Ammo Ramazonda texmi qattiq buyurildi. Chunki ro'za odamga sabr toqat o'rgatadi. Shundaqlar ro'za tutish nafsini kontrol qilishning yaxshi usuli. Alloh taolo bizga marhamat qilib, o'zimizni tarbiyalab olishimiz, yangidan odam bo'lib olishimiz uchun bu oyda shaytonning kuchini ojizlashtiradi va bu oyda qilgan yaxshi ishlarimizga boshqa oyga qaraganda necha yuz hassa ortiq savob beradi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ramazon kelsa jannatning eshiklari eshiladi, shaytonlar bog'lanadi deydi. Ro'za tutish odamga vaqtga rioya qilishni o'rgatadi. Masalan, ertaganda bir azon bilan zuhurlikdan to'xtaymiz, kechda bir azon bilan iftor qilamiz. Agar ro'za tutgan odam vaqtga rioya qilmay, qasddan kun petishdan 1-2 minut burun iftor qilib qo'ysa, bir kun jafo tortib tutgan ro'zasi bekor bo'lib ketadi. Ro'za tutquchida boshqalarda bo'lmagan bir fursat bor. U bo'lsa-mu ijobat qilinadigan duo. Ro'za tutquchining iftor vaqtida qilgan duosi shaksiz ijobat. Payg'ambar alayhisalom 3 turli kishining duosi rad qilinmaydi. Ularning birisi ro'za tutquchining iftor vaqtida qilgan duosi degan. Payg'ambar alayhisalom degandek Ramazon oyi mu'minlar uchun g'animat va fursat, munofiqlar uchun azob. Chunki bu oyda Allohning mukofoti va yaxshiliklari ko'p. Ibodatlarimiz hasillanadi, tarovih o'qiymiz. Ammo munofiqlar uchun bo'lsa nihoyat azobli. Chunki bu oyda musulmonlarning qizg'inligi va kayfiyati, kunduzli oshxonalarning taqilishi munofiqlarni qattiq beorom qiladi. Ramazon oyida ro'za tutquchilarga berilgan eng chong 2 mukofotning biri bo'lsa, payg'ambar alayhisalom aytgandek, kimiki Allohga ishonib, savob umid qilib ro'za tutadi ekan, Alloh uning ilgirki barliq gunohlarini mag'firat qiladi deydi. Jannatning Rayyan ismli bir eshigi bor. Bu eshikdan faqat ro'za tutquchilar kira oladi deydi. Müminlere rahmet olan şehri Ramazan elveda Hak'tan bize ihsan